Bo'ldi, kelaversin, men o'zim kutib olaman. Kim kelayotgan ekan? Ukam Mehmonga kelyaptilarmi? o'qishga kiribdi. Endi biz bilan turadi. Shu ukangizlarni yotoqxonaga joylashtirsak bo'lmaydimi? To'rxonali uy yetmayaptimi senga? Sig'mayapsanmi? Bir xonani beramiz, bo'ldi. Ha. Onasi, tez kiyimlarni yuvib qo'ymaysanmi? Hozir. Ro'molingni ham o'rab olgan, kam modda bunaqa yurmagan. Endi uzun uyimda ham bemalol yura olmas ekanman-da. Yanga, Keling. qornim ochdi, ovqatingiz bormi? Ovqat qilmagan edim bugun. Shunda o'zingiz nimadir tayyorlab yeb olarsiz. Meni ishlarim bor edi. Xo'p. O'zing tayyorlab yesang o'lasanmi? Maqulsan? Ovqat qilyapman aka. Kinang qilib bermadimi? Kenayimda bitta ikkita ishlari bor ekan, o'shancha o'zim qilaman. Onasi, Yo, indamay aka. Nabi, nima ovqat qilib bermading? kiyimlaringizni dazmol qilishim kerak edi. Kiyimlarimni kecha dazmol qilib bo'lgansan. O'tasiz ovqatni tayyorlab ber. Bor dasturxonga o'tirib turgan oskenang tayyorlab beradi. Xo'p. Murtazo, Voy yanga, kursdoshlaringiz bilan aloqangiz qanaqa? kursdoshlar. Sizni o'rningizda bo'lganimda kursdoshlarim bilan kvartirada turardim. Chunki talabalik davri oltin davr. Bunaqa vaqtlar boshqa qaytib kelmaydi. Ukangiz bilan gaplashgandim. Ular kursdoshlari bilan turar ekanlar. To'g'risini ayt, bunaqa gap o'zingdan chiqdi. Ha, mendan chiqdi. Qachongacha men ukangiz bilan yashayman? 4 oydan beri biz bilan yashayapti-ku axir. Borsin, ana yashasin kursdoshlari bilan. Nimasi yomon? Men ham o'zim uyimda bemalol yashamayapman. O'g'il bola-yu o'zini o'zi eplab ketadi. Nechadan menga o'zingni banatlab gapirmagin. Aka ukani orasini buzib yorib, yuz ko'rmas qiladigan sandaki ayoldan voz kechsam kechaman. Bir qorindan talashib tushgan jigarimdan voz kechmayman hech qachon. Bilaman, hozir senga oson emas. Komfort bo'lmayapti. Uyda bemalol yura olmayapsan. Lekin ozgina sabr qilsang bu kunlar ham o'tib ketadi. Shunga yarasha ajrini beradi Alloh. Ukamni oldida hozir turib bermasam, shunaqa payt turib bermasam, qachon turib beraman? Bu mayli o'zim ukam, lekin seni ham ukam kelganida, xuddi o'zim ukam kelganidek kutib olib, uni hurmatini joyiga qo'yib, uyimdan joy beraman. Ukamga nisbatan baxillik qilsin. Baxillikdan saqlaning, chunki undan avvalgilarning halok bo'lishiga sabab bo'lgan, deyiladi.